Qizajonlar, sizlar bilan hozir o'sha trendga chiqqan diademamiz yasaymiz. Bizga kerak bo'ladi. Mana shunaqa asal, ro'z yuragidagi kulchalar, abadog va mana shunaqa sim, bu sim bu. Men tayyorlab olgan edim. Keyingi darslarimda tayyorlashni o'rgataman. Mana shunaqa 4 razmerli simdan foydalanganman qizajonlar. Keyin mana shunaqa filtrga mana shunga o'xshagan mato kerak bo'ladi. Keyin mana shunaqa qoshlarimizdan rozviy kerak bo'ladi. Endi biz ko'pincha esdaliklar bilan foydalanaman. Ularning foydalanish anaqalari bor. Prosta uzun tortib qo'ysangiz darrov anaqa bo'ladi. Sifatsiz bo'lib tushib ketadi. Shuning uchun orqasiga mato bilan ishlayman qizajonlar. Sizlar ham foydalansalaringiz bo'ladi. Juda ham mustahkam turadi. Umuman tushib ham ketmaydi. Buni simda qotirsa ham bo'ladi, lekin qanaqadir anaqa noqulay turadi. Shuning uchun men simda qotirmayman. Pastyanni chigulchalarni shunaqa anaqada qotirishga o'rganganman. Pistoletlarida. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Shunaqa qilib qirqib olib, pistoletlardan ustidan yopishtirib olamizda-yu, keyin kelishlarini qirqib tashlasak ham bo'ladi. Bemalol qirqib tashlaysiz. Kirida yaxshilab qotirib olib, mustahkam qilib qotirib olganingizdan keyin chetlarini yaxshilab qirqib tashlaysiz. Orqadagi hovuzga ketib bermaymiz. Yopishtirib olib, hammasini birin-ketin yopishtirib chiqamiz. Sizlarga bunaqa gulchalarning har xil ranglaridan bor. Oq, rozviy, qizil, sariq, yashil, ko'k. Xohlagan ranglar, xohlasangiz aralash ranglari ham bor. Kamalakka o'xshaydigan ranglari ham bor. Bularni xohishlaringizga qarab, chiroyli qilib olib, o'zlaringizga kerakli diadema deysizmi, juletkalar deysizmi, xohishlaringizga qarab tayyorlab olsangiz bo'ladi. Xudo xolasa keyingi darslarimizda bundan ham chiroyliroq aksessuarlarni tayyorlab sizlarga video darslik qilib qo'yishga harakat qilaman. Har doim aktiv bo'lib, meni kuzatishda davom etib tursalaringiz, inshaalloh bularni ham o'rgatib ketaveraman. Shunaqa qilib hammasini yopishtirib chiqamiz.